Arkadaşlar, mana bugun biz karasimizni qovuramiz. Nimaga? Xolasa, bismillah deb boshlaymiz. Kesib oldik, tuzlaganmiz. Endi hozir qozonda moyimiz qizyapti. Endi tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Tuzlangan tayyor. Yo bismillah. Hoppa. Alımız pishyapti. Yo'da non yapyapmiz. Hozir hoppa, nonimiz ham tayyor. Obunachlar, balig'imiz pishdi. Endi olamiz. Like'larni bitta bosib qo'yamiz. Hozir qip qizil qilib pishirib oldik. Hoppa.